Mana Aqsuga yaman o'qishni birinib keldim. Maxsus usullarni o'tgan. Qizingiz olamdi, keliningiz olamdi, qiynaningiz olamdi. Har qanday o'tamiz. Shundaymi, undamizmi? Rost. O'tiramda. O'g'itayverma. Bunda demakchi bo'g'nim yosh bola bo'lsin, muldamada kichik qizlar bo'lsin, o'tiranchi qizlar bo'lsin, cho'nglarni o'zimiz. Achashli bo'lsin. Apash nomada qanday o'siz? O'g'itayvermas. Cho'nglarmanga o'g'in shu jamda qildi. Hammasiga gitamiz. Apash chaqchaq qo'ydim, bura kulib ko'rsinlar. Bunda qilib, mana Abduqayim og'inam bilan birlashib ochtoq shundamada. Bag'lash foydalisiz. Boshqa gap solmay bo'ldi. Bunda qilib, mana Abduqayim jonlarimiz bilamiz, Aqto'ning hayotida ko'z ko'ringan masalachilik sohasida bo'lsin, muzika sohasida bo'lsin, butun mush klublarni Aqto'da faqat birla mush Abduqayimdan qoldi va xo'sh, endi ikkinchi mayoqlar qo'yib qolsa bizning Aqto'da kelgan takliflik o'quvchi. Bundan keyin usullarni aytamiz. Qizlarlar, axir deylar. Ha, oldi bilan xo'sh, o'zim tanishtirib bo'lsam, men yosh riyosatchi ham usulchi do'stinglar Aliya ma'lum bo'laman. Undaqda men shu Aqto'ga bir bo'shliqni to'liqlay deb keldim. Aqto'da shu ota-onalninki, achash hadashlarninki, mushunda umaq qo'zlarimizningki bir ravrus izchillashgan, sistemlashgan usul kursi yo'q ekan. Men bu yana kuzatgili 1 yil bo'ldi. Xo'sh. Uning oldida men bir haftaning oldida bir kelib bütün kurslarni kuzatdim-chu. Kuzatsam bizdek mushta umaqlarimizga bir usul o'rgatadigan o'qituvchi, jalliq, mush bolalaringizni nada keldingiz deb bugun bu ishning oldida necha ota naq maydonda tizimlatib ketganlar bo'ldi. Hatto mana mishadimi meni saqlab turayotgan bir o'quvchim borki, yillik kurs tizimlatma deb bugun naq maydonda ko'rib ketdi. Bizningki buningda asosiy turimiz bolalarningki oylik. Hozir qishlik ta'til kelyotdi. Andin yana naq maydonda deydiganim Yasinjon. Mening bu yerga hozir kelishlik sababim nima desangiz, mening mush tug'an o'quvchilarim keynimda 20 bola bor. Mush 20 o'quvchimni abayim o'ynadi, do'lan usuli deb bir usulni, do'lan mashribi. Hammalar bilasizlar, makit yeganda bo'lsa do'limizni qiqib o'ynaydigan usul, do'lan usuli. Bu usulimizni mush Xinjiang Densteyning naq maydon suratga oldigan chag'alliq Van Xuysida kechiligi bor. Shuningga Urumchiga naq maydon Urumchi Densteyning mush Xinjiang Denstey ikkisining birlashib naq maydon suratga oldigan kechiligiga tayyorlik qilib turibdik. Urumchi Denstey bilan Xinjiang Densteydan ne farqi bor? Xinjiang Denstey masalan Aqtौ shaharlik oblastdan ayrılgandek Aqtौ nahiye shahar deb araydi. To'g'ri. Shunga o'xshash araydi. Xinjiang Densteyning ayrim, Urumchi Densteyning ayrim. Şu an mush bolalarimga ketib, yana ash o'quvchilar mush Aqtৌda o'zi chiroyli buni qo'yilgan talab o'zi chiroyli usul modelda asos ixtilolantiba bolalarning mushikka jarayonida izchil va mushat turib, ash 20 o'quvchi qabul qilib turib, ashaga naq maydon suratga oladigan kechiligimizga tanlaymiz, mayir tanlaymiz. Gapning qisqasi gap tugida unda olib qolsa telefon nomerini kimnikini deymiz? Menikindamda 135 94 90 28 28. Endi Abduqayimning nomerini tepizki birdan bir sabab olib qolsa, endi mishayda muqim turdi, ikkisi muqim turdi. Endi kishi keyin tug'ash baxshi yo'lda. Birida qolsa mushishlar. Ummayg'azlar. Chiqib qo'ydim. Xo'sh, unda olib qolsa o'rni bizning Aqtौ nahiye Top Shukur binosi deb qo'ygan, shuniki 3-qavatga chiqsangiz bilan bo'ladi, juma. Bak bilamiz mana mush 3-qavatning mishaydilar chiqsa, udullam chiqib tizimlasangiz bilan mush xonim bor. Ma qizvalli bor, endi men yo'q. O'g'il ketmaysiz. Ya o'g'illar vaqtim chiqmaydi. Men ishga tarbiyasini o'zim o'g'il kursini bir ochdim. Men o'zim yolg'iz o'lgandikim meyada. O'g'illar turib qoldiga chiqdi, ota-onaning fikri chiqdi. Shunga ma bolalarninkini shu 0 saviyadan boshlab sistemlashgan holatda tarbiyalash. Xo'sh, undan qolsa qizingiz necha yoshga kirdi? Qanday usullar o'rganib, periodiga yozib, hamsa udullam bir shaklda tuzib